Men sizlarga bolalar urologiyasida ota-onalarga ko'p aytiladigan, lekin har doim ham to'g'ri bo'lmagan 5 ta gapni aytaman. O'g'lingizning tuxumini bitta operatsiya bilan tushirib beraman. Ba'zi holatlarda shunday, lekin ayrim kirit tarxizmlar borki, ular 2 bosqichli operatsiya bo'lishi mumkin. Yashirin onatli bolachalarda xatna qilib qo'yavering, keyin cho'ttisini o'ynab turing. Bu hamma bolada ham bir xil emas. Ba'zi bir yashirin odatlar borki, uni xatna qilish mumkin emas. Keyinchalik operatsiya asoratlarini oshirishi mumkin. Buyrakdagi 1-2 santimetrli toshlarni dori bilan eritamiz. Amaliyotda katta toshlar ko'pincha dori bilan erimaydi. Ko'p hollarda boshqa davolash usullari kerak bo'ladi. Lipospadiyani bitta operatsiya bilan to'liq davolayman. Ba'zi bir yengil turlari shunday bo'lishi mumkin, lekin og'ir turlari bosqichli operatsiyalarni talab qiladi. Men operatsiyaga 100% garantiya beraman. Tirik inson organizmi har xil bo'ladi. Shuning uchun malakali vrach garantiya emas, statistika va tajribasi bilan tushuntiradi.